Hello do'stlar, sizlar bilan men Pixelcraft va obunachilar bugun biz imperiya quramiz. Albatta kreativda katta imperiya quramiz. Bu videoni endi qo'yishim 2 haftadan beri video qo'ymagan ekanman, shuning uchun mana endi qo'yayapman. 2 hafta nimaga qo'ymadim? Sababi maktab bor edi, endi maktab yo'q. Hamma kanikuliga chiqdi. To'g'rimi obunachilar? Imperiya quramiz. Birinchi yo'l bizga bayroq kerak. Bayroq. Bu yerda montaj bor. Preview sal g'alati chiqqan bo'lsa uzr. Men uncha zo'r preview yasolmayman, lekin qo'ldan kelganicha preview yasadim. Hozir tepadan chiqarman, tepada turibdi. Ular ko'rasizlar. Xullas qaydimda nima kerak? Rang kerak. Ikkinchi qism chiqaraymi-ku yo'qmi? Mana menga qizil bilan qora va mana shunday qilib savolda imperiyamizning nomini qanaqa qo'yili? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Men imperiyaning nomini hali bilmayman. Nom topmadim. Qanaqa qilib? Bunaqami? Qanaqa ya? Bilmaman yo'q. Yana mana qilayman. Bu yaxshi. Bana bizani bayrog'imiz. Mana shu bizani bayrog'imiz bo'ladi. Mashda quramiz. Suv ham oldimizda. Normal. Keyingi videolarda mod qo'shib imperiya quraymi yoki yo'qmi? O'zini kommentariyaga yozib qoldiringlar. Menga juda qiziq. Sizlarning gapinglar. Birinchi bizga tosh kerak. Hozir eshikka hozircha bizga mashina kerak turadi, bo'ldi. Obunachilar qo'yamiz. Hozir kattaligini aniqlab olamiz. Obunachilar, agar mana shu video juda ham nechta like yig'sanglar, nechta like yedi? Mana obunachilar 3 ta likedan keyin mana shu ikkinchi qism chiqadi. Albatta chiqadi. O'zi montajda qaysi ilovada qilasiz deganingizda CapCut'da qilaman. Bu mana shu ilovada qilaman. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Hozir nasuragan to'g'ri olaylik. Bu yana normalniy. Ne deydi qoma? Nima bilan qilaman? Juda zo'r mod yuklaganman. Bu mod juda zo'r, menga yoqdi. O'sha mod ikkinchi qismini albatta chiqaraman. U eng kerakli modlardan biri ekan. Ko'rdim.
ikkinchi qismni ko'rasizlar va qayerdan yuklab olishni ham ko'rsataman. Hozir bitta sinacha qo'yamiz. Bo'ldi, normalniy. Sizlar kommentariyada men shu uy qurganimga 10 dan 1dan 10 gacha baho berdi. Bu juda qiziq menga. o'n bitta obunachi bo'ldi. Hammaga rahmat. Juda ham tez o'sib ketdi. Bu menga katta foyda bo'ldi. Rahmat hammaga. O'z bu kanalni nimaga ochgansiz deysizlar. Просто Minecraft'da bo'lmoqchiman. O'zi bo'lganman, ammo kanallarim bo'lgan, lekin hammasi o'chib ketgan. Ba'zilari chopilgan. Boshqa kanallarim ham bor. U faqat Minecraft haqida emas, balkim boshqa yo'nalishda. Lekin u videolar ham normalniy montaj bilan qilingan. Hammasini o'zim qilaman. Shuncha kanalim bor va ulgurmayman. Shuncha mana shu videoni chiqarish menda ulgurmadim. O'zi chiqarmoqchi edim va vaqtli chiqarmoqchi edim, lekin ulgurmadim. Keyingi yil yangi kanal sotib olmoqchiman. Kuni men Minecraftga yo'naltiraman. Sal g'alati chiqdi shekilli uyimiz. Hamma quruvchi emas, shuncha g'alati qilib qo'ydim. Mayli, mana bilan o'rab chiqamiz. Hali chegaralar quramiz. Hali ko'p narsa qilamiz. Yer ostiga armiya bazasi quramiz. Bitta mod qo'shsa bundan ham qiziq bo'ladi. Bundan ham qiyinroq qoladi. Voy. Nimaga siz aynan Pixel Craft deb qo'ygansiz deysizlar. O'zi hamma kanalim Pixel Craft bo'lgan uchun oldingi shuncha Pixel Craft deb qo'yganman. O'zi birinchi kanalim Pluton Minecraft bo'lgan. U yaxshi rivojlangan. Boshida umuman obunachi, prosmotr yig'maganman. Keyinchalik yig'ib ketganman. Obunachilar normalniymi uy? Paspa qo'ysanglar ham mayli. Keyingi videolarda undan ham zo'r uy qurishga harakat qilaman. Hozir oyna. Kravat. Oyna. Nasha oddiy oyna ham bo'laveradi. Bitta yashamayman. Hozirgi video sal qisqaroq bo'lishi mumkin. 10 marcha bo'ladi. Mana normalniy hozir qo'yaman, bu normalniy. Endi har biriga mana bunaqa kravat qo'yib chiqamiz. Endi bitta ish qurolni qo'yamiz. Ish quroli degani mana bu sangarga. Bu berstak
va bu. Masala. Ben fakir kelimesi ki. En tepasiga bersak, keyin bitkam xuddi shunaqa. Mana bitkam bundan qo'yib qo'ysak. Hammasiga bo'lishga qo'yamiz. Bu normalniy. Hozir mana bittaga mana bunaqa belgi qo'yib qo'yamiz. Bu belgi bizani davlat belgisi. Mana xatga qo'yiladi. Mana mashga qo'yishim bo'ldi. Bu davlat belgimiz. Mana davlatning belgisi. Bayrog'ini o'zgartirishim mumkin. Savol nimada? O'ylashlar, bizning davlatimizning nomini qanaqa qo'yaylik deb o'ylayapman. Kommentariyga yozib qoldirib ketinglar. Bu men uchun juda qiziq va o'sha kimniki yaxshiroq bo'lsa, o'shaning nomini qo'yaman. 4 digit. 2 3 4. Orlari. Böyle. O'zimni ham kiraman. Olib qo'yaman. Bo'ldi. Savdolashmoqchi emasmi? Bitta ilm. Jarima. Chiqmalay. Voy, meni mana qo'yamiz. Mana. Bo'ldi. Qatiga tutib tushdi. Shitda hamma ketaveradi qayoqqa yo'qqa. Qani endi daraxt o'stiramiz. Emas bo'lsin. Chiroyli turibdi. Mana buni o'stirib olamiz. Normalniy. Qochsari. Hamma tepa joyga ham joy qilib olmadim. Amal qilib. Mana jitili tushib ketmasligi uchun men buni o'rab qo'yam. Ha bo'ldi. Mana qarab turar ekan. Уже 10 minut o'tib ketibdi. Hozir mana shuni qo'yib qo'yganimdan keyin videoni o'chiraman. Biraz obunachilar men qo'ymayapti.
Marhamat. Xullas, obunachilar, video tugadi. Shu hammaga xayr. Sizlar bilan Pixel Craft bo'ldi va keyingi videoda ko'rishamiz.